Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size geliyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağı 2023 yıl 11. ayının 14. günü. Mundaki etkanda Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden ata çarşamba günü Reis Xi Jinping bilen Kaliforniya San Francisco şehrinde söhbet ötküzdüğün günün harpisi. Bugün günü seyşembe vatandaş. Vaziyet doğrusu da sizge nime deymen desem, qaran keçiriye tayyarlagan bir parça haberim bekar bolup ketdi hazır. Nemiş qaran mundaq vaziyetlen bekar bolup ketdi. Hayranman bu işqa vatandaş, hayranman. Size hem hayran bolu size. Jungo Amerika işki devletinin işki perdisi. Prezident Joe Biden Reis Xi Jinping bilen söhbet kuruştan burun harbiy urullaştırışını tamamlap boldu. Harbiy urullaştırışını tamamlap boldu. Amerika'nın sabık armiya generaliya kumandanı mundaq dedi. Amerika'nın galbisi aldıda Xi Jinping derize perdesini çürüşke mecbur buludu. Kumandan mundaq dedi. Amerika'nın galbisi aldıda Xi Jinping derize perdesini çürüşke mecbur buludu. Ekranda bu haber mavzuluk video film 11. ayının 14. günü YouTube halkılık peytle 5 saat ilgiri kettima. Endi ekranda 100 tane Amerika'nın harbiy köreşçi aeroplanı, 300 tane Jungo'nun harbiy köreşçi aeroplanı, Tayvan boğazı asmanı da, Tayvan'ın şarkı da biri-biriga doqoraşdı. Endalik ciddi uruş altındaki doqorashish emas. İşqilab şunu körüvelen vatandaş. 300 tane Jungo aeroplanı, harbiy aeroplanı, Amerika'nın 100 tane aeroplanı, Amerika'nın 100 tane köreşçi aeroplanı, F-15, F-16, F-22. Bunun içinde F-16 Amerika devlet teritoriyasından uçup Tayvan boğazıga bardı degan haber. Qalğanları Okinawa Yaponiya harbiy bazasından uçup keldi degan haber. Moşundaq tez arada bir gün yoki 2 kun ichida Amerika'nın harbiy aeroplanları Tayvan yoki Tayvan boğazı havo boşluğunun yoki Tayvan'ın şarkıda payda boldi desiniz. Onun karşı Jungo'nun 300 tane aeroplanı uçup geldi desiniz. Vatandaş, bu San Francisco söhbet qanday söhbet bulup demde? Muşunu, bu haberini konu haber mi, yeni haber mi deb 3 qitim qarab, u yer büyüğünü aqtırıp degende gazı özünü anlap bakmadım. Cuma xatni ko'rib, xatni o'qib tarjim qilib o'taman sizga. 5 saat ilgiri bo'lsa, bugun 14. günü deganga. Bugun seyşembe, erta çarşamba söhbet başlandı deganga. Şoma bugun endi men bu yerdagi bir leksiyamni qoldirib qo'ydim. Prezident Joe Biden bir mazmunni rad qildi. Amerika Jungo o'rtasida birlashim bayonot bo'lmaydi. Bu mumkin emas. Amerika Jungo o'rtasida birlashim bayonot bo'ladi, bo'lmaydi degan gapni o'zi mumkin emas vatandosh. Hozir holatda uning o'zi mumkin emas. Bu yerda Prezident Joe Biden bekor qilgan, rad qilgan bir mazmun nima desangiz, hozir Tayvanda to'g'risida İki devlet, iki hükümet oturuşu Jungo bilen bulup atkan sözlerde Tayvan müstakillik jakarlısı qollamayman. Tayvan müstakillik jakarlısı karşı turman. Bu iki söz, iki ibare. Bir-biriga tüpten o'xshamaydi. O'xshamaydiganligi Jungo kompartiyasini ayt yaxshi biladi. Masalan, bunun qo'shimcha bir Jungo siyosati, 3 siyosiy hukm. Bir-biriga tüpten o'xshamaydi. Mesela bir Jungo siyasının mezmunu dairesini vatandaş
Bu intayinken hazırkı Cungonu bir Cungu dese bunun için Tayvan bağımı yok mu diye bir ketildi bu. Yok da. Ben senin Cungu işgalliğini kollayman Tayvan'ı başı gep diye bana çıkam diyor. Başın harekette vatanda şuna ben bu haberini bir kaldırıp koydum ma vaziyet bilen o doğru sözleşmeyle. Endi sizlerge belge verdiğimiz bu için tüneninki liksiyemizden devam et. Mesela Büyük Britanya Tüven Palatası Orta Asya'ya yürüyüş kılıç signalini çaldı. 2024 yılı bir koşulgan yani Angliya koşulgan Orta Asya'daki 5 devlet yığınını teşkilleydiğallığı signal uçur tarqat dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari bundan biron bu yig'inlarni echib bo'ldi. Ya'ni shunday qilib davomli qoldi. Mush yaqinda qachon 11-oyning 11-kuni va 11-oyning 10-kuni atrofida Amerika Qo'shma Shtatlarining vakili Qozog'iston Astana O'zbekiston Toshkent shahriga berib yig'in ochdi. Bugun bu xabarni sizlarga yetkazamiz. Ondan tuniga sizlarga ba'da berganda vatandosh keyin qo'shib qo'yajimi? Muhokama deb. Ma kamerani taqib etib turib so'zlabdiman, shuning bilan bizam mat to'ldirdim. Sizlarga chiqarammidim? So'zliga yarim soatdek so'zlagan kamera leksiyamni bekor vaqt charchab ketdim. Bizam qaytib chiqolmay qoldim. Meni kechiringlar vatandoshlar. Mavzu mundaq. Gerçi Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq davlatlarda kishilik huquq masalasi mavjud bo'lsa-mu, lekin Amerika bu ikki davlatni qo'llaydiganligini qaytishar edi. Mavzuli xabar 11-oyning 11-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Moshapda Amerika Qo'shma Shtatlari vakillari umumki Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq hukumat amaldorlari bilan suhbat o'tkazganda siyosiy islohot va iqtisodiy islohot elib berishning osti bo'lib qolganligiga ko'ngil bo'lgandan tashqari suhbatning kayfiyati hargizmi suslaştırılmadı. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonning mustaqilligi, egenlik huquqi va zaman butunligini qo'llaydiganligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari 11-oyning 6-kunidan 7-kunigacha o'tkazilgan suhbatda bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Suhbatga Amerikaning Janubiy Osiyo va O'rta Osiyo ishlariga mas'ul yordamchi davlat ishlar kotibi Donald Lu ya Koreyalik ya Xitoy bo'lishi kerak, bu Donald Lu riyosatchilik qildi. Amerika Davlat Mahkamasi mundaq ko'rsatdi. Astana va Toshkentda o'tkazilgan muhokama yig'ini siyosat, iqtisod, bexatarlik, kishilik huquq va madaniyat qatlamlarga markazlashdi. Yordamchi davlat ishlar kotibi Donald Lu ning so'zlaridan naql keltirib, Amerika Davlat Mahkamasining bayonotida mundaq ko'rsatildi. Washington, Qozog'iston, O'zbekiston ikki davlatning prezidentlarining O'rta Osiyo C5 davlat Amerika bilan birlikda qarallik yig'in o'tkazib, O'rta Osiyoda 5 qo'shilgan ya'ni 5 davlatga qo'shilgan Amerika diplomatiya sahnasiga faol qatnashib, O'rta Osiyo davlatlari kelganligi uchun rahmat aytdi. Ya'ni Washington rahmat aytdi. Kishilik huquq tashabbus qiluvchilar bu ikki davlat hukmronlarini davomli tanqidlab, siyosiy o'qituvchilarga yo'l qo'ymaydi, keng qo'rsaqlik qilmaydi deyishidi. Lekin bu ikki davlat Qozog'iston, O'zbekiston bu rayonning O'rta Osiyo rayonining ishlariga qatnashuvchi davlatlardir. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyin O'rta Osiyoda Rossiyaga ishonmaslik kun sayin o'rlashga boshladi. Amerika O'rta Osiyoda ta'sir kuchini oshirishning muhimligini
tonop yetdi. Cheksiz baylıqlarga ega bu rayon O'rta Osiyada Amerika bilan Jungo o'rtasida yarishari ta'sir kuchi raqobati jarayoniga kirib keldi. Diqqat, önemli ve iqtidorli cümle. Yani qurilish kuchi bor cümle deymiz buni qarang. Cheksiz baylıqlarga ega bu rayon O'rta Osiyada Amerika bilan Jungo o'rtasida yarishari ta'sir kuchi raqobati jarayoniga kirib keldi. Qozog'iston bu rayonda intayin zo'r iqtisod gavdasidir. O'zbekiston bu rayonda nüfusi en ko'p davlatdir. İki davlatning o'rtacha yosh qurami 30 yoshdan tuvan yoshlar tashkillaydi. Rossiya yemirilgandan keyin 30 yil mobaynida ikki davlat Amerikaga sherik bo'lgan o'rnini mustahkamladi. Amerika Afg'onistonda 20 yil davomlashgan harbiy harakatini ikki davlat Qozog'iston, O'zbekiston qo'lladi. Terroristlarga qarshi turish, harbiy qurol-yarog'larning keng tarqalib ketishini cheklash jihatda va boshqa o'rtoq nishonlarda Amerika bilan hamkorlashdi. Ya'ni Qozog'iston, O'zbekiston Amerika bilan hamkorlashdi. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi birinchi muavin ministri Kayrat Umarov Ostonada yig'in mezgilida mundaq ta'kidladi. Qozog'istonda hozir Washington bilan strategik suhbat elib beryapti. Barliq aloqa yo'llarini ochib etish, savdo va mablag' solishni ilgari surish, bo'libmi energiya va texnika jihatda shunday qilishni so'zlashyapti. Tamam, vatandoshlar. Mana bu O'rta Osiyo, Angliya, Amerika, Angliya hozir qadamni moslashtirib dedi-ku, tunugan Angliya shunday moslashtirib O'rta Osiyoga kirib kelyapti. Vatandoshim, endi tuvanda so'zlaymiz buni. Mana ochdim bir qarab boqay. Yo, eshitdimi bu vatandosh? Endi tuvanda so'zlaymiz.